Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlarga rahmat. Mana xudo xolasa biza bugungi cheslolarimiz 18-chesloga Enertatondan xudo xolasa granitsaga qarab yo'l oldik. Vatandoshlar, granitsa masalasi bemalol aloqa chiqsalaringiz bo'laveradi. Mana shu ekrandagi nomerlarga kirishinglar bemalol bo'lyapti. Mana har doimgidek mana shu Chevrolet Arlanda bilan granitsaga kirishni amalga oshiryapmiz. Reyestrga tushgan kartasi bloklanganlar hammasi bemalol aloqa chiqib, bemalol borib kelsangiz bo'laveradi. Dokumenti yo'qlar ham, hamma holatga ham juda ham ajoyib tarzda bo'lyapti kirishda. Videolarimizda to'liq ko'ringizlar do'stlar. Reyslarimiz 5% ga har doimgidek borib kelgan odamlar yaxshi biladi bu narsani. Ana kimga yana qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, inshaalloh telefon qilsalaringiz, inshaalloh aloqalashamiz, tushuntiramiz hamma vaziyatlarda qanday bo'layotganligini. Kuzatishga davom eting. Akalarimiz bilan yo'lga chiqqanmiz. Bir bu tamaddi narsalar olishga to'xtaldilar. Nasib bo'lsa, holatlar haqida sizlarga xabar beramiz. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar.